kuyov bolaning zimmasida bir jonliq so'yib to'yini e'lon qilishga haqqi bor. Ya'ni odamlarga shu uylanganligini e'lonini bildirib qo'yadi. Mana shu aslida to'yni bori ham, oxiri ham, kattasi ham, kichigi ham asli mana shu. Bo'ldi, tamom. Bizda hali to'ylardan oldin oqo'rar bor, Fotiha bor, nikoh oshi alohida, nikoh kechasidagi o'tirishlar alohida, uni ertasidagi kuyov ashi alohida, uni ertasidagi challarisi-yu kuyov chaqiriq, bunaqa gap yo'q. Shariatda e'lon qilishlik bor. Mana shu e'lonni bildirib qo'ygandan keyin bo'ldi. Bundan ortiqcha narsaga yuklatilmagan. Bundan ortiqcha narsaga biz buyurilgan emasmiz. Muhimi e'lon. Falonchini o'g'li pismadonchi bilan to'y qildik, shuni e'loni. Nabiy alayhisolatu vassalom ba'zi holatda to'ylarni masjidlarda e'lon qilganlar. Odamlarning to'ylarini, bo'layotgan to'ylarni odamlar masjidlarda e'lon qilgan. Nima uchun desa, masjidga odamlarning ko'p kelishlik ehtimolidan. Ya'ni odamlar masjidga ko'p keladi, dumbaраlar chalinadi, odamlarga to'ylar e'lon qilinadi. Falon-falonning to'yi, pismadonning to'yi deb e'lon qilinadi. Maqsad nima desa, to'yini e'lon qilishlik. Mana shu. Biz endi hozirgi kunimizda hamma narsani bir chetga qo'yib turib, asl maqsaddan chalg'ib ketib, o'zi aslida maqsadimiz faqatgina to'yni e'lon qilish bo'lsa, bugun biz boshqalarni ham qalbini larzaga solish, boshqalarni ham hissini qo'zg'ash, boshqalarni ham bir adovatini qo'zg'ashlik maqsadida katta-katta to'ylar qilyapmiz-da, tan olishligimiz kerak.